Xabaringiz bor, Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekiston Xalqaro Wolfram sanoat assotsiatsiyasiga a'zo bo'lgan ilk davlat sifatida tarixga kirgan. Endi O'zbekiston texnologik metallar kombinati xalqaro geotexnik platformalarning faol ishtirokchisiga aylandi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati Minex Qozog'iston 2025 forumida ishtirok etdi. Mintaqa va butun dunyo kon sanoati vakillarini bir joyga to'plagan ushbu nufuzli tadbir barqaror rivojlanish tamoyillari, texnologik innovatsiyalar va raqamlashtirish, investitsiyalar va geologik qidiruv, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish kabi mavzularga bag'ishlandi. Forum davomida kombinat hamda Yevropaning yetakchi muhandislik va konchilik bo'yicha konsalting kompaniyalari bilan hamkorlikda loyihalarni amalga oshirish uchun kelishuvlarga ham erishildi. USTMK kompaniya vakillari forum doirasida 100 dan oshiq kompaniya vakillari bilan muzokaralar olib borishdi. Xususan SLR, World Armstrong, Geocomp, Viridian, SRK kompaniya vakillari bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari muhokama qilindi. Shu bilan birga kelgusida Minex forumini ilk bor O'zbekistonda o'tkazish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. O'zTMK delegatsiyasi forum doirasidagi 7 ta strategik sessiyada ham faol ishtirok etdi. Mazkur sessiya O'zbekistonning Qozog'iston va Markaziy Osiyo davlatlari bilan foydali qazilmalarni izlash, geologik qidiruv ishlari hamda integratsiyalashgan sanoat klasterlarini rivojlantirish kabi mintaqaviy tashabbuslarni muvofiqlashtirishga qaratildi. Sessiyada O'zTMK boshqaruv raisi o'rinbosari ham so'zga chiqib, xalqaro hamjamiyat vakillariga kombinatning faoliyati, texnologik salohiyati, amalga oshirilayotgan islohotlar va istiqbolli investitsiyaviy loyihalar haqida taqdimot o'tkazdi. Taqdimotda xorijiy investorlarga yaratilayotgan qulay sharoitlar, xalqaro hamkorlik uchun ochiqlik va ilmiy-texnik salohiyatni oshirishga yo'naltirilgan tashabbuslar alohida e'tirof etildi.